Pep Husanov Chelsiga qarshi og'ir debyut o'tkazdi, ammo shundan so'ng yaxshi o'ynab, asosiy tarkibda muntazam maydonga tushyapti. Uning City'dagi rivojlanish haqida nima deysiz? Shuningdek, uning moslashish jarayoni haqida ham aytib bersangiz. Albatta, hech kim uning bunchalik ko'p o'yinda maydonga tushishini kutmagandi. Lekin biz shunday holatdamizki, tanlovimiz yo'q. Abduqodir ko'p o'yinlarda harakat qildi va munosib ravishda o'ynadi. Uning o'ziga xos xususiyatlari borligi aniq. U noyob futbolchi. Juda tezkor va futbolga bo'lgan muhabbati shundoq ko'rinib turadi. Buni so'z bilan emas, uning harakatlaridan ham anglash mumkin. Uning o'yinidan juda mamnunmiz. Unda ko'p vaqt yo'q edi. U kam mashg'ulot o'tkazdi, lekin ko'plab o'yinlarda maydonga tushdi. Vitor Reis haqida ham shunday deya olaman. U Angliya Kubogida o'ynadi va o'zini yaxshi tomondan ko'rsatdi. U ham Husanov kabi yangi jamoaga, yangi ligaga keldi va ular ikkalasi ham o'zini a'lo darajada ko'rsatib, yaxshi formaga kirib olishdi. Qolaversa, Husanov bu yerga ingliz tilini bilmagan holda kelgandi. Bu unga jamoada tezroq o'z o'rnini topishga qiyinchilik tug'dirmaganmi? Menimcha, u ancha tez moslashdi. Har holda shunday deb o'ylayman. Biz uni qo'llab-quvvatlayapmiz. U ko'proq narsa o'rganishda, ingliz tilini tezroq o'zlashtirishda davom etishi kerak. Bu juda muhim. Bizni mavsumning hal qiluvchi qismi kutyapti. Sizdan nimalarni kutsak bo'ladi? Maqsadimiz ketma-ket 7-marta Angliya Kubogi yarim finaliga chiqish va albatta keyingi mavsum uchun Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun APLda g'alabalar qozonish. Agar tanlov qilish imkoni bo'lsa, qaysi biri yaxshiroq? Kuchli to'rtlikka kirishmi yoki Angliya Kubogini yutish? Bournemouthni mag'lub etish, so'ng Lesterga tayyorgarlik ko'rish. Asosiy maqsadimiz shu. Milliy jamoalar yig'inidan so'ng barcha futbolchilar jarohatsiz qaytishdimi? Ha, ba'zi futbolchilar boshqalarga qaraganda ko'proq charchagan, lekin umumiy holat yaxshi.